Jahon chempionati 2026 FIFA VARga yordam berish uchun yangi ofsayd texnologiyasini qo'shadi. Jude Bellingham raqamli futbolka berilganidan so'ng Angliya terma jamoasiga Jahon kubogini qo'llab-quvvatladi. Bellingham Anderson bilan birgalikda Floridada Jahon chempionati oldidan birinchi marta 8 raqamli Angliya poyezdida ko'ngildagidek ko'ylakni oldi. Jude Bellingham Angliya terma jamoasiga Jahon chempionati kampaniyasi uchun 10 raqamli futbolka topshirilganidan so'ng Thomas Tucheldan ko'mak oldi. Seshanba kuni Floridadagi yig'inda tayyorgarlik boshlandi va yarim himoyachi Kobe Maguire g'alaba qozonishi mumkinligiga ishonishdi. Turnir Angliyaning Jahon chempionatining ochilish marosimiga 2 hafta qolganida Tuchelning 26 nafardan 21 nafar Angliya terma jamoasi yulduzi Kildun Harlekinni tark etadi. Angliya terma jamoasi a'zosi 50 Kildun mavsum oxirida Harlekinni tark etadi. Angliya Hindistonga qarshi T20 seriyasida 2-1 hisobida g'alaba qozondi, chunki Tapsey va Knight ikkalasi ham Livi yulduzi. Mutlaqo bema'ni ekspertlar Archerning uzoq vaqt yo'qligiga munosabat bildirishmoqda. Sobiq qora qalpoqli dengizchi Saymon Doul Angliya terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi o'yinda ishtirok eta olmagani Jofra Archerni tanqid qildi va tezkor bowlingchi seriyaning dastlabki 2 o'yinini o'tkazib yuborishi mumkinligi haqidagi xabarlarni mutlaqo bema'nilik deb atadi.